Obunachilar, buqa hunojillar o'sha arzon joydan so'raganmidingiz, bugunga topib qo'ydik. O'sha hunojillar sigir bobidan so'ragan hoji akalar uchun vahshiy zo'rlardan va vahshiy udorlardan deydi-yu. Buqachalarni ham o'sha dalaba variantidan so'ragan akalar uchun videoni oxirigacha ko'rsalang, mana bunaqa germanskiy shvedlar o'sha zo'rlardan bor ekan. O'shalar obzorini olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat Uz kanalining ijodiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arazonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq Sariqshoda sotiladigan buqacha va hunojillar bor ekan. O'shalar obzorini olib beramiz. Qani bo'lmasa to'liq ma'lumotlar Alisherjon akamiz o'zlaridan olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar obunachilar mollar zo'rlardan keyin videoda ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar. Videoda oxirida mondaqa shved mollar chiqaramiz. Mana bunaqa germanskiy shvedlar vahshiy zo'rlardan. Videoda oxirigacha kutsalang, oxirida narxlarni aytib ketiladi. Oxirigacha kutganlarga bu. Bittadan like bosib qo'yishsa shimolda. Ana o'sha buqachalardan boshladik. O'sha kichkinaroqdan so'ragan akalar uchun kichkinalardan boshladik buqachani ham. Bular bo'yvasilar qanaqa? Bo'yvasilar 90. Bo'ylari 90 cm. chiqadi. Shu qorasidan so'ragan akalar uchun bir hafta, yedishlarga bir hafta garantiya. Narxiga keladigan bo'lsak, 11 million 500 ming so'mga kami. 11 million 500 ming so'mga kamiga yaraga o'tib beriladi. O'tib beraman, telefon qilishsin. Telefon qilishda dastavkasi qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beriladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham qilib beriladi. Mana kelishamiz. Kelishilgan holda qilib beriladi yog'i. Mana bu endi ikkinchisi. Endi Bag'doddan. Uchtasi birda. Bu birinchisi. Mana bu dori olaman deganlarga mana birinchisi. Mana bu endi ikkinchisi. Mana uchinchisi. Mana bu uchinchisi. Uchinchisini bitta orqa boshlarini ko'rsatib qo'ying. Shu orqa boshlari ham shu pachka variantidan deydi, oyoq qo'llar baquvvatidan. Bo'ylari 95 sm. Bo'ylari 95 dan. Hop, bular narxi qanaqa? Bularning narxi 12 million 500 ming so'mdan kami bor. 12 million 500 ming so'mdan kami bor. Shuhrat Uzdan chishyapmiz ishlarchi. Shuhrat chishyapmiz, o'tib beraman. Hayriga emas. 12 million 300 ming so'mdan kamiga hayriga o'tib berasiz. Telefon qilishda ish bitadi. Mana bu endi keyingilari. Shu oyoq qo'li baquvvat va vahshiy zo'rlardan so'ragan akalar uchun. Mana shu ikkalasi. Ikkitasi birda bularni ham o'sha oyoq qo'li baquvvat va vahshiy zo'rlar deydi-yu. Shu oq quloq, oq tumshuq variantlaridan. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Ular narxini yengil qaytingchi endi. Narxi 13 million 500 ming so'mdan kami. 13 million 500 ming so'mdan kamiga hayraga o'tib beriladi. Hamma yo'g'i bor. Telefon qilsa bo'ldim. Besayir ishni o'zi yo'q. Telefon qilgan odamda ishi bitadi, lekin o'sha dalaba buqachalar vahshiy zo'ridan so'ragan akalar uchun tezda aloqaga chiqarasizlar. Mana keyingilar. Mana endi keyingilar o'sha pachka bu birinchisi. Mana ikkinchisi. Mana bu endi ikkinchisi. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi. Mana bu uchinchisi o'sha vahshiy go'zallaridan deydi-yu. Bo'ylarni o'lchab qo'yamiz. Bo'ylarni bir qator o'lchab bitamiz. Oyoq qo'li baquvvat va vahshiy zo'rlardan so'ragan akalar uchun. Bo'ylari 1 metrga beraveramiz. Bo'ylarni 1 metrga olishaveradi. Ular narxi qanaqa bo'ladi? 14,5 dan kami. 14,5 milliondan kami bor mana shu 3 tasini. 14 million 300 dan berishsa. 14 million 300 ming so'mdan berishsa yerga o'tib berasiz. Qani bo'lmasa endi bu yog'ini ko'rsatamiz. Mana hunojillar zo'ridan so'ragan akalar uchun. Ular narxi nechtasiga bo'ladi? Mana shu o'ziga. Mana shu bir dona o'ziga 9 million so'mga kami bor. 9 million so'mga kami bor. Bo'ylari necha chiqadi? Hop, bo'ylari 90 chiqib bo'lsa kerak. O'sha oyoq qo'li baquvvat va vahshiy sigir bopidan deydi. Bo'ylari 1 metr chiqar ekan. 1 metrga olishaveradi. Mana bu endi ikkinchisi. Mana ikkinchisiga. Orqa boshi buni ham pachka varianti. Bo'ylarni 1 metr plyusga olishaveradi. Shu oq boshidan so'raganlar uchun vahshiy zo'ri. Mana shu bittani ham yechib ko'rsatib o'tamiz. Kellalari ham shu chiroyli kellalar deydi-yu. Varianti egasini chaqirib turibdi mana. Shu oq boshidan narxini yengil qilib
10 million so'mga kami bor. 10 million Ha. so'mga kamiga hayraga 10 o'tib million so'mga beriladi. o'tib beraman. Mana bu endi keyingilari. Ikkita opa singil deydimi, Fatima Zuhra deydimi? Bir Mana shu xilidan ikkita deydi, bir xili ikkita bor mana. jupidan. Bir kishi olib boqadigan deydi. Ularni ham bir qator yechib ko'rsatib o'tamiz. Bir kishi oladi bir yerga. Shu bir joyga olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Ikki bir joyga ketsa, Narxlari ham o'ta yengil bo'ladi bularda. arqami Narxini aytingchi? arqi yengil bo'ladi. Ikkini olsam 10 million 300 ming so'mdan. 10 million 300 ming so'mdan kami bor. Kami bor. Bo'ylari 1 metr plus chiqadi-yu. 1 metrga olish olsin. Bo'ylari 1 metrga olishaveradi. Oyoq qo'li polvonlari o'sha sigir bopidan so'raganlar. Tezda aloqaga chiqarasizlar pastdagi nomerlarga. Ana endi bu keyingilari. Shu oyoq qo'li baquvvat va shu zo'rlardan so'ragan akalar uchun. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Shu ikkalasini qo'yamiz keyingisiga. Mana shu ikkitasi. Mana shu mana bunisi. Hop. Ular bo'ylari ham o'sha Mobaylab. bir atrofidan bir plus chiqadi. Mana shu ikkovini olsin. Orqa boshlari ham kelishgan. O'sha orqa boshlari ham pachka va shu zo'rlari deydi. Narxini aytay endi. Narxini yengil qilib gapiringchi. 10 million 500 ming so'mdan. 10,5 dan ketadi. 10 million 500 ming so'mdan kami bor. Ha. Kamiga sunnatiga o'tib beraman. Yeriga. Ana endi polvonidan so'ragan akalar uchun o'sha orqa boshi ham pachka varianti va shu zo'rlardan. Mana shu uchovini ko'rsatamiz endi. Mana shu uchtasi birda, bu birinchisi. So'mlarni ham bitta ko'rsatamiz mana shu. Sigir qiladi qoldi tavsiya beramiz. Sigir bopidan. Bo'ylari 1 metr. Bo'ylari 1 metr, bu birinchisi. Plus olishaveradi, mo'g'la balandroq. 1 plus minus. Ha. Mana bu endi Mana ikkinchisi. Buni ham orqa boshi pachka varianti. Vafshi go'zallaridan deydi-yu. Mana bu endi uchinchisi. Mana eda noyobrog'i bor bitta. Noyobidan so'ragan akalar. Go'zali ham ashla ichida ketaveradi mana. Endi ko'rsatib qo'ying. Shu vafshi chiroyli variantidan deydi-yu. Oyoq qo'li baquvvat. Sigir qiladi qoldi. Sigir bopidan. Tez telefon qilsin. Mol tugab qolishi mumkin. Bunaqa mollar turmaydi uncha. Noyob variantlar deydi-yu. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Mana shu uchalasini olsin 11 million so'mdan kam bor. 11 million so'mdan kami bor. Kamiga hayraga o'tib beriladi. O'tib beramiz. Bo'ylari baribir so'rashadi. 1 plus. Endi bu keyingilari. Shu nojo'nda o'sha vafshi zo'rlardan so'ragan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Keyingilari. Shvet variantlaridan so'ragan akalar uchun. Legendalar. Orqa boshi ham pachka varianti deydi-yu. Bu birinchisi. Mana ikkinchisi. Mana bu endi metalga gibrid ikkinchisi. Mana uchinchisi. Mana bu uchinchisi endi. Mana shuni zotini kommentariyaga yozib qo'yishadi. Zotini bilganlar kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Mana to'rtinchisi. Mana bu to'rtinchisi. To'ralar, so'nglarni ko'rsatdingizmi? Sigir qiladi qoldi telefon qilish olsin. Mana. Mana tutamlari. Sigir bopidan deydi-yu. 4 joyda. Bu narxini yengil qaytingchi to'rttasini. Maqsad sotishda buni Hop. qimmat etish kerak, yaxshi mol olib kelib qo'yibdi. Qancha deysiz? 11,5 million so'mdan kam bor. 11 million 500 ming so'mdan kamiga hayraga o'tib beriladi. Ular bo'ylari 1 plus. Hozir o'lchab qo'yamiz. Ana bo'lsa bularni ham bo'ylarini bir qator o'lchab o'tamiz. Kalla boshlari ham o'sha vafshi chiroyli variantlar deydi. Ana bo'lsa shu o'rtasidan bittani o'lchab qo'yamiz. Bo'ylar rasmana bir xil emasniki. 1.5 ekan. Bo'ylar 1.5. 1.5 qolishaveradi. Oshi ham chiqadi 1.5 ga. Osh 1.5 plus minus. Ha. Ana endi bu keyingisi. Shu qora panterasidan so'ragan akalar uchun vafshi orqa bosh pachka variant. Pantera degani. Chorniy pantera deganda. Oyoq qo'li baquvvat. Mana. Vafshi bo'lakcha varianti deydi.
Buni ham bo'ylari 1.5 plus minus. Turishlar bitta hamma kellalarni boshqa o'g'lanlarni ko'rsatib qo'yaman. Pillalarni ham mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 12.300 ming so'm kam bor. 12.300 ming so'm kami bor. Kami bo'ladi. Telefon qilishsa xayriga kamiga o'tib beriladi. Telefon qilgan odamda ishi bitadi. Endi videoda oxirigacha kutganlar. Videoda oxirigacha kutganlarga endi bitta buqani vaqti udari bor. Ana o'shani. Sho'ya qo'li baquvvat Shvedda ham o'sha вообще zo'ridan so'ragan ekanlar uchun germanskiy shvetidan. O erkalatli boqishadi tamom. Molni O'sha ko'rsatib. zotga boqaman deb kutib turibdi hojaklarim. Savun narxi qanaqa bo'lar ekan deb. Majin ko'rsa sevib qoladi buni. O'sha oyoq qo'llari ham вообще zotga boqadigan ekanlar uchun tavsiya qilib ketaveradi. Germanskiy shved 100 Yuzga yuzi. Germanskiy shvet o'sha 100 taligidan so'ragan ekanlar uchun tezda aloqaga chiqarasizlar. Narxini aytaymi endi? Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi- Quloq tumshoq. 18 million kam bor mana. 18 million so'm kami bor. 18 million so'm bor, kami bor. Kamiga xayriga o'tib O'tib beriladi. beraman, Telefon dastlabki qilgan odamni bo'ylab ketaveradi. vodiy bo'ylab qilib beriladi vodiy bo'ylab dastavkasi. Yo'g'i kelishilgan holda qilib beriladi. Kelishilgan holda. O'zbekiston bo'ylab telefon O'zbekiston bo'ylab telefon qilishaveradi. hamma yoqqa jo'natib berurgan shu paytgacha jo'natib beramiz ham. Kelishilgan holda qilib beriladi. Bo'ynimdag'isi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilib beriladi. Vodiy Yo'g'i bo'ylab kelishilgan holda qilib beriladi lekin. Yo'g'i kelishtirib beramiz dastavkalarni. Akalar, video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan so'raymiz deya bugungi videoga yakun yasaymiz.